Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 22-qism. Darslarni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan xarajatlar mavzusida gaplashamiz. Demak, xarajatlar har bitta faoliyat turida qanday aks ettiriladi va uni nima provodkalarda beramiz. Bu xarajatlar asosan 54-nizom bilan tasdiqlangan xarajatlar to'g'risidagi nizom bilan ana shunga muvofiq biz har bitta xarajatga to'g'ri provodka berishimiz kerak bo'ladi. Demak, ishlab chiqarishda xarajatlar, savdo faoliyatida xarajatlar va xizmat ko'rsatishda xarajatlar. Biz sizlar bilan oldingi darslarimizda bu xarajatlar qanday qilib bitta joyga yig'ilishini gaplashganmiz. Endi xarajatlarni aks ettirish provodkalari. Ishlab chiqarishda 91-10-28-10 provodkasini berishimiz natijasi bu biror bir mahsulotimizni o'sha 28-10-da turgan mahsulotimizni sotishimiz bilan beradigan provodkamiz. Keyingisi savdo faoliyatida 91-20-29-10 provodkasini berayotgan paytimizda aynan qaysi tovarni biz sotgan bo'lsak, ana o'shani sotgan paytimizda darrogina bu provodkani berishimiz kerak bo'ladi. Chunki 100 so'mga kirib kelgan tovarni, masalan, 29-10da 100 so'mda turgan tovarni 120 so'mga sotdik. Natijada 91-20da xarajatlarimizda 100 so'm shakllanishi kerak, ya'ni tan narxi shakllanishi kerak bo'ladi. Keyingisi xizmat ko'rsatishda 91-30ga 20-10. Demak, biz xizmat ko'rsatishni kalkulyatsiyasini sizlar bilan ko'rib chiqdik va unda barcha xarajatlar 20-10da yig'ilishini va 20-10da yig'ilgan xarajatlardan tashkil topgan xizmatni biz sotdik. Sotishimiz bilan ana uni tan narxini biz tan olib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. 91-30 bu xizmat ko'rsatishdagi tan narx provodkamiz hisoblanadi. Nima uchun bu juda ham muhim hisoblanadi? Nega biz xarajatlarga shunchalik ahamiyat berishimiz kerak deydigan bo'lsak, biz korxonamizda foyda va zararni to'g'ri hisoblashimiz kerak. Foyda yoki zararni hisoblashimiz birinchi o'rinda bizdagi investorimiz, ya'ni ta'sischilarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, keyingi o'rinda soliq organlariga hisobotlar taqdim qilayotgan paytimizda har bitta xarajatimizni isbotlab berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hujjatlarda aks ettirilganini isbotlab berishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shaning uchun ham har bir berilgan provodkamizga hujjat bilan javob beramiz. Shuning uchun ham daromad minus xarajat teng foyda yoki zararni albatta provodkalarda aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shaning uchun ham foyda uchun ham bizda xarajatlarning provodkasi juda ham muhim. Darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.